Do'stlar, hammaga salom. Ekranga yaqinroq keling. Sababi bugun biz O'zbekistondagi haqiqiy MMA janglarni o'tkazadigan Mangu ligasining 2-turniri haqida gaplashamiz. Turnir shu hafta 25-aprel kuni Humo Arenada bo'lib o'tadi. Xabaringiz bor, liga prezidenti Jasur Alijonov Manguning birinchi turnirini kutilganidan ham ancha a'lo darajada o'tkazdi va turnirda ajoyib janglar guvohi bo'ldik. Endi esa Mangu ligasi siz aziz muxlislarni uzoq turmagan holda yana Humo Arenaga qaytmoqda. Bu safar yana ham yaxshiroq bo'lib. Bu kartda super janglar bor. Asosiy jang Doston Bozorov braziliyalik Ferreiraga qarshi jang qiladi. Oldingi jangida ko'plab muxlislar qalbidan joy olgan Dana I am ready deb UFC prezidentiga murojaat qilgan Furqatbek Yoqubov ham jang qiladi. Uning raqibi afrikalik kuchli jangchi Lutando Biko. U biror marta ham nokaut orqali mag'lub bo'lmagan. Bu Furqatbek uchun juda ham jiddiy raqib. Do'stlar, turnirda juda ham ajoyib jangchilar bor. Shu orasidan Jahongir Jumayev, Akbarjon Islomboyev, Muhammadjon Qurbonov, Ramazon Temirovning ukasi Shohjahon Temirov va yanada ko'plab talantli jangchilar jang qiladi. Sizlarga qaysi jang qiziq va kimga muxlislik qilasiz yozib qoldiring va yana kimlar jang qilishini xohlaysiz. Jangni Mangu ligasining ofitsial kanalida va albatta bizni ham kanalda jonli efir ko'rishingiz mumkin. Opisiyanida Telegram kanalimizni qoldiraman, iloji boricha tezroq o'tib olamiz. Janglarga biletlar juda ham kam qoldi. Opisiyanadagi sayt orqali biletlarni sotib oling. Do'stlar, kommentariyada jangchilarga savollar qoldiring. Ular orasidan qiziqarlilarini Mangu turnirida jangchilarga savol tariqasida beramiz. Mangu turniriga UFC jangchilari ham kelishi kutilmoqda. Do'stlar, barchasiga birgalikda erishamiz. Bizni qo'llab-quvvatlang, obuna bo'ling, kommentariyada jangchilarga omad tilab O'zbekiston bayroqlari bilan to'ldiring. Bu biz uchun yana ham motivatsiya bo'ladi. Do'stlar, yana bir ajoyib xabar. Aynan Mangu ligasining 2-turnirini barchamiz bilgan sharhlovchi Davron Fayziyev sharhlab boradilar va bu sharhlar albatta janglarga o'zgacha atmosfera beradi degan umiddamiz. Barchasi sizlar uchun do'stlar. O'zbekistondagi haqiqiy professional liga UFC darajasiga chiqishiga ishonamiz. Bizni qo'llab-quvvatlang. 25-aprel kuni Manguda ko'rishamiz.